bir yildan beri green karta javobini kutyapsizlar. Mana уже bir necha kunlar qoldi javobi chiqadi. Agar siz green karta javobini bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu saytga kirib tekshirishingiz mumkin. Bu mutlaqo bepul. Agar sizdan pul so'rashsa, ularga ishonmang. Green kartangizni tekshirdingiz. Javob chiqdi. Tabriklayman sizni. Demak, siz 90% Amerikadasiz. 10% holatda qanaqa bo'ladi? Kimdir xato qilib qo'yadi green karta to'ldirishda yoki yolg'on ma'lumotlar bilan sizlar green kartani to'ldirgansizlar. O'sha sababli rad javoblarni olishinglar mumkin. Endi ayrim holatlarda bo'ldi, beradimi, o'zgartirsa bo'ladimi, kimdir to'g'rilab beradimi deydiganlarga umuman ishonmanglar. Green kartani faqat bir marta ko'rib chiqish mumkin va uni qayta ko'rishmaydi. Agar kimdir sizdan qayta ko'rishga yordam beramiz desa, ishonmanglar, bu mutlaqo xato va moshenniklarga uchrab qolasizlar. Green kartani yutdingiz. Hech kimga aytmang. Sizni keys raqamingiz yuqori bo'lishi mumkin. O'zbekistondan elchixonaga chaqirilmasligingiz ham mumkin. O'shaning uchun mashinalarni sotib olmanglar, uylarni sotib olmanglar. Green kartani qo'lga olib, ya'ni pasportingizga chiqib ketishini oling, undan keyin joriy qilsangiz bo'ladi. Agar sizni keys raqamlaringiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, boshqa davlatlarga transfer xizmatlari bizda mavjud. Hozirda 16 ming, 18 mingga keys raqamni olganlar mana may oyida boshqa davlatlarga transferlarni o'zi muvaffaqiyatli belgilandi va ular yaqin orada o'zlarining green kartasini olishadi. Agar sizga green kartangizni rasmiylashtirishda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, halol va to'g'ri ishlaydigan firmaga murojaat qilmoqchimisiz? Bizga murojaat qiling. Agar sizni keys raqamingiz 15 ming, 16 mingdan yuqori bo'lib ketdimi, ushbu keys raqamdan transfer qilmoqchimisiz? O'zbekistondan kirmaslik shansiz juda yuqori. Bizga murojaat qiling. Boshqa davlatlarga transfer xizmatlarimiz ham mavjud.